Kim tezroq, gepardmi yoki dunyodagi eng tez yuradigan mashinalardan biri? Odamchi ayiqni yengish mumkinmi? Yo'lbars balandlikka sakrash chempionini mag'lub etadimi? Bu savollarga bugun biz javob beramiz va undan tashqari bu dunyodagi eng kuchli odam. U hozir vazni 250 kilogramm keladigan sher bilan arqon tortish o'ynaydi. Oxirgi so'zing? Boshlaymiz. 3, 2, 1. Boshladik. Ana ular boshlashdi. Voy, yo xudoyim, uni qaranglar. Uni kuchliligini qarang. Yo xudoyim. Sher hali dunyodagi eng kuchli odamni ushlab turibdi. Shoshmang, u nima qilyapti? Sher o'girilyapti. Braynni tortmoqchiga o'xshaydi. Brayn samolyotni tortgan inson, lekin hozir sherdan torta olmayapti. Unga og'irlik qilyapti. Brayn uddalaydi. Oh, yaxshi, deyarli 1 metr qoldi. Deyarli bo'ldi, yana ozgina qoldi. Oh, Brayn yutdi. Sen yutding, tabriklayman. Shunday. Brayn yutdi. Ha, yutolmadi. Uzr, mayli, xo'p, men jimman. Yaxshi. Lekin bu 7 ta hayvonlarga qarshi kurashadigan insonlardan endi birinchisi edi. Endi bu dunyodagi eng balandga sakraydigan inson. Hazillashmayapman. Mana uni Guinness rekordi. Yer yuzidagi milliard insonlardan hech biri bunchalik balandga sakray olmaydi. Va u bugun yo'lbarsga qarshi nima deb o'ylaysiz? Kim balandga sakraydi? Odammi yoki hayvon? Qani olg'a. Ko'rinishidan ancha ajoyib. Yutishinga ishonching komilmi? Albatta ishonchim komil. 4 metrga sakrasa undan balandroq sakrayman. Uni senga qarashini qara. Va tahdid qilyapsanmi? U seni tushunmaydi. Kelinglar boshlaymiz. Tepaga go'sht ilib qo'yamiz u sakrashi uchun. Voy, nimaga qodirligingni ko'rsat. Hozir sakramoqchi. Hozir sakraydi. Qanchaga sakraydi deb o'ylaysiz? Oh! Yo xudoyim. Agar yo'lbarsdan baland sakray olsang, men xohlayman, albatta balandroq sakra. Sen rekordingni yana bir bor yangilagan bo'lasan. Endi 3 metr 3 santimetrga emas, 3 metr 7 santimetrga sakrashing kerak. Bu seni Guinness rekordingdan ro'pparasi 2,5 santimetr balandroq degani. Agar bu unga yeta olsa, nafaqat yo'lbarsni yutgan bo'ladi, balki Guinness rekordni yana bir bor yangilagan bo'ladi. Menimcha men sakray olaman. Ha. Nima uchun yo'q? Rostini aytsam, yolg'ondek tuyulyapti. Rostini aytsam, men ham shunaqa deb o'ylayman. Ha, juda baland. Xuddi buni odam qila olmaydigandek tuyulyapti. Dunyo rekordi uchun birinchi harakat. Tayyormisan? Boshladik. Tomosha qilamiz u yangi rekord qo'yishini. Luna, bu sen uchun. U eploladimi? Voy, yo xudoyim. U uddaladi, yo xudoyim. Luna, bunga nima deysan? Do'stim, sen oldingi sakraganingdan ham balandroq sakrading. Ha, bundan ham balandroq